Hozir uyda ish qilyaptik, ustalar bor edi. Bolalarga, ikkita o'g'limga ertaga chempion bo'lsalaring, sportsmen bo'lsalaring deb sauna qurib beraman deb sauna qilyaptik. Elektrik santexniklar bor, shular bilan ish qilyapsam, hozir telefon qilyapti ikkita o'g'lim. Dadam zaldan kelib biz olib ketasizmi deb. Va kelaver, men ish qilyapman desam, har doim o'zi kelardi. Yukimiz borda, dada kelib olib ketishing dedi. Qanaqa yuking bor, nima gap desam, musobaqa bo'ldi, yutdik dada. Sovrinlar bor, ko'tara olmayapmiz. Kelib olib ketishing dedi. O'zi erkin kurashga berib turdim, hozir og'ir atletikada shug'ullanmaganligi uchun o'zimni vaqtim bo'lmayapti trenirovka qildirishga ular. Borganiga endi 3-4 kun bo'ldi. Hozir mana kollejda oldiga, ishxonamning oldiga yaqinlashib qoldim. Sana chiqib turinglar dedim. Chiqib turgan bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Og'ir atletikada shug'ullanib yurib, erkin kurashga berdim. Erkin kurashda sirasi rezultat qilish. Молодец. Viloyat birinchiligi bo'lgan bo'lsa kerak-da. Hozir ko'ramiz. Ikkita bolalar mana olibdi medallar. Voh dey, mana Istanbul bilan chempionlar. Chempion bo'ldimi? Молодец. Kim nechinchi o'rinni oldi? Finalda yutqizib qo'ydingiz. Bo'ldilar, samay qo'yordingiz. Молодец.